Mana biz ko'ylagimizni tikish jarayonini yakunlab, endi fartuk qismiga ham yetib keldik. Fartuk qismini tikishni boshlaymiz. Bu uchun ishimizni birinchi fartuk qismimizga mana 4 ta belbog' bichib olganmiz. Mana 4 ta. Mana shu belbog'larni mana bu ikkala tomoni va bir tomonini maskovskiy chokda choklab olishimiz kerak bo'ladi. Mana bu bir tomoni bizda ochiq qoladi. Buni chok urmaymiz. Mana bu ikkala uzun tomoni va hamda mana bu bir yon tomonini maskovskiy choklab olamiz. Har 4 talasini ham xuddi shu tarzda chiroyli qilib maskovskiy chokda mashinkada urib olamiz. Bunda maskovskiy chok urishimizda juda ham ingichka bo'lishiga e'tibor berishimiz kerak. Chunki bu belbog' qismi ko'rinib turadi, choklari ko'rinib turadi. Choklari ko'rinib turadigan joy bo'lganligi uchun juda ham akkuratni qilib tikishga harakat qilishimiz kerak. Mana bunday qilib chok uramiz. Ipimizni albatta oq ipga o'zgartirib oldim. Mana ko'rib turganingizdek, juda ham mana svetni o'chiraman. Ingichka qilib bir tekisda tikishga harakat qilishimiz kerak. Hozir buni tikib bo'lgandan keyin ichlarini tozalab, qirqib chiqib, yana bitta qaytarib, ingichka holatda chok urib olamiz. Mana qizlar, belbog'larni chiroyli qilib maskovskiy chok bilan choklab olib, dazmollab oldim. Endigi qiladigan ishimiz mana chekkasida, mana belbog'ning chekkasida mana bunaqa joy chiqdi. Mana shu joyni 4 talasida ham tekislab qirqib tashlaymiz. Albatta buni tikish jarayonimizda mana shu joyiga zakripka bergan bo'lishimiz kerak. Mana hozir 4 talasini ham xuddi shu joyini tekislab qirqib chiqaman. Mana qirqib oldim. Belbog'larimiz tayyor. Endi bularni olib qo'yib turamiz va ishimizni keyingi jarayonga o'tamiz. Keyingi jarayonimiz mana asos qismni oldi va orqasi yelka choklarini ulaymiz. Va xuddi shunday astar qismni ham mana oldi va orqasi. Uni ham yelka choklarini ulab, ochib dazmollab olamiz. Astarni oldi orqasini yelka chokini birlashtiramiz va asosni oldi orqa yelka choklarini birlashtirib ochib dazmollab olamiz. Mana yelka choklarini ulab ochib dazmollab oldik. Bu astar qismi. Bu qismini olib turamiz. Bu asos qismi, fartugimizni asos qismi. Yelka choklari ulangan, dazmollab ochib olingan holatda. Endigi qiladigan ishimiz mana shu asos qismiga, fartugimiz asos qismiga belbog'larimizni qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. Mana 4 ta belbog'imiz tayyor. Asosni o'ngi tomoniga, belbog'ni o'ngi tomonini qo'yamiz. Shu joyda e'tibor bering. Mana bunday qo'yganimizda belbog'ni mana bunaqa burchakli tomoni mana bunday burchak qismi mana bu tomoni pastga qarab turishi kerak. Bu tomoni tepaga qarab turishi kerak. Mana bu yerga 1 santimetr qoldirib, 1 santimetr joy qoldirib mana asos qismidan 1 santimetr qoldirib belbog'ni bulavkalab olamiz.
Mana shunday holatda 1 santimetr qoldirgan holatda bulavkalab olamiz va buni belbog'ni choklab olamiz. Asosga qotirib choklaymiz. Har 4 tala tomonini ham bu tomonda bitta, bu yoqda bitta, oldi tomonda ham ikkita, orqa tomonda ham ikkita belbog'imizni qotirib tikib olamiz hozir. Har biridan 1 santimetrdan chok haqqi uchun joy qoldiramiz. Mana 4 tala tomon belbog'larini qotirib choklab oldik. 4 tala tomonini ham. Endigi qiladigan ishimiz astarni asosga qotirib tikishimiz kerak bo'ladi. Bu uchun avvalo mana yelka choklarini, mana astar va asos yelka choklarini birlashtirib bulavkalab olamiz. Bulavkalab olganimizda mana bunday ozgina farq qilishi mumkin. Bu mato turingizga qarab, balki farq qilmasligi mumkin sizda. Menda hozir astarlik matoyim yumshoq mato bo'lganligi uchun ozgina farq qildi. Mana shu joylarini tekislab olaman. Mana endi bo'yin qismida ham ozgina mana bu joylarda o'yindisida biroz o'zgarish bo'ldi. Shularni ham tekislab, to'g'rilab olaman. Mana shu holatga keldi. Endi buni aylantirib bulavkalab chiqamizda 1 santimetrli chokda chok urib olamiz bo'yin o'yindisini. O'rtasi va yelka choklari to'g'ri tushishiga ahamiyat berishimiz kerak. Astar va asos o'ynab ketmasligi uchun. Mana endi buni 1 santimetrli chokda choklab olamiz. Bo'yin chokini choklashimizda astar tomoni pastda bo'lishiga harakat qiling, chunki astar asosdan yumshoqroq matodan tanlanadi va yumshoq mato astarlik tepada holatda tiksak, lapka tikish jarayonimizda lapka u matoni surib bizda matoyimiz o'ynab ketadi va choklarimiz tekis chiqmaydi, bir-biriga to'g'ri kelmay qoladi. O'shanday holat bo'lmasligi uchun astarlik matoyingiz yumshoq matoni pastda qoldirishga harakat qiling. Asosiy matoyimiz ustida holatda tikamiz. Mana bo'yin chokini tikib oldik. Endi 0,5 santimetr qilib buni tekislab qirqib chiqamiz.
Chunki bu holatda 1 santimetr holatida bu yoqqa o'girib qaralsa xunuk ko'rinadi va chok qayrilishi, bo'yin o'yindan chiroyli chiqishiga xalaqit beradi. Shuning uchun buni qirqib tekislab olamiz. 0,5 santimetr qoldiramiz. Mana tekislab qirqib oldik. Endi xuddi shu 0,5 santimetr chok haqi qoldirganimizni qirqimlar berib chiqamiz va juda ehtiyotkorlik bilan ishlashimiz kerak. Berayotgan qirqimlarimiz chokka borib yetmasligi kerak. Bu qirqimlarimizni berish nimaga kerak? Chunki bo'yin aylanamiz, bo'yin o'yindimiz aylana shaklda. Chokimiz chiroyli yotib berishi uchun mana shunday qirqimlar berib chiqishimiz kerak bo'ladi. Chokka yetkazmasdan 2 santimetr oralig'ida kichik qirqimlar berib chiqamiz. Mana bu holatda mana qirqimlar berib chiqdik. Endi buni mana bu tomonga o'ngiga qayirganimizda mana chiroyli yotib beradi chokimiz bizda. Endi chokni yotqizib, astarga yotqizib 0,1 chok urishga hali shoshilmaymiz. O'rtada qiladigan ishimiz bor. Biz hozir mana astar va asosni mana bu holatga keltirib olamiz. Mana bu asos qismi, oldi asos. Bu astar asos oldi. Mana bu ikkalasi qo'limda bu orqa tomonlari. Har ikkalasini orqa tomonlari. Mana bu asosiy qism, bu astar qism, orqa tomoni ikkalasi ham. Endi shu joyda bizda orqada chok uchun ochiqlik qoldirganmiz. Bunda fartukda zamok yo'q, ko'ylagimizda zamok bor edi. Fartugimizda zamok yo'q, lekin orqasida bo'yin bosh kirishi uchun joy qoldiramizda tugmacha qo'yamiz. Tugma haqqini hozir tashlab ketishimiz kerak bo'ladi shu yerda. Qolgan qismini choklab olamiz. Biz bu uchun mana bunday qilib bulavkalab olamiz. Mana ikkita orqa, astar qismi bu. Mana bu asos qismi, mana ikkita orqa bo'lak asos qismda. Buni ham pastdan boshlab bulavkalab qotirib olamiz. Mana bu bizda yelka choki. Mana. Yo'q, mana bu yelka choki, bu bizda bo'yin aylanasi orqasi mana. Mana shu joydan mana bo'yin aylanasi choki kelib tugagan joy, mana orqa tomondan boshlab biz hozir pastga qarab 9 santimetr belgilaymiz. 9 santimetr. Mana shu joydan boshlab 9 santimetrni belgilab olamiz va nuqta qo'yamiz har ikkala tomoniga. Endi bu tomoniga
astar qismiga ham 9 santimetrni belgilab bunga ham nuqta qo'yib olamiz. Mana. Nuqta qo'yib oldik. Endi pastdan bel qismidan boshlab mana shu nuqtagacha, astarda ham bel qismidan boshlab mana shu nuqtagacha 1 santimetrda choklab olamiz. Mana orqa tomonni choklab oldik. Mana bu joyda ochiq joy qoldirdik. Astarni ham orqasini choklab oldik. Endi bo'yin chokini astarga yotqizib tikib olishimiz kerak bo'ladi. Mana bo'yin o'yindi, mana bu tomon. Mana chokini tekislab, qirqimlar berib chiqdik. Endi mana shu chokni astar tomonga yotqizib 0,1 santimetrda mana shunday qilib aylantirib choklab chiqamiz. Mana choklab oldik. Choklab oldik. Endi orqa qismiga o'tamiz. Mana orqa qismida mana bunday ochiq joy bor. Mana shu joyni hozir obrobotkasini qilamiz. Teskarisini qilamiz fartukni. Teskarisini qilamiz. Va mana bo'yin o'yindini orqa tomon chokini mana bu holatda ushlab olamiz. Mana bizda mana bunday mana shunday holatga keladi. Yana qaytarib o'taman. Mana bu bo'yin o'yindimizni orqa tomonini chokini ushlab olamiz va mana bunday qilamiz. Mana bu astar, bu asos. Mana shu joyda e'tibor bering. Biz hozir bo'yin chokini 0,1 santimetr choklab chiqqanimizni hisobiga mana bunday holat yuzaga keladi. Mana ozgina farq qiladi. Biz hozir mana shuni chiroyli qilib joylashtirib yuboramiz. Mana bunday qilib, mana bu astar tomon, bu asos. Asos astar tomonga mana shunday ozgina o'tib turishi kerak. Buni bulavkalab qotirib olamiz. Bu tomonni ham biroz o'tkazib, mana bulavkalab qotirib olamiz. Mana endi ko'rishingiz mumkin, mana bu bir-biriga mos keldi. Endi mana shu holatda biz buni choklab olamiz hozir. Shu joyda e'tibor berishimiz kerak. Mana shu joyda orqada tugma bo'lishi kerak. Biz hozir petlyasini joylab ketishimiz kerak. Petля qaysi tomonda bo'ladi? Mana qarang. Mana fartukni o'nglaymiz. Mana o'nglaganimizdagi ko'rinishi bunday bo'lsa, mana
Fartugimizni orqa tomoni, o'ngi tomoni deng. Xo'sh, mana bu tomonda biz petля joylashimiz kerak, bu tomonda esa tugma haqqini tashlashimiz kerak. Demak, biz hozir mana bu joyga petля qo'yib ketamiz. Biz hozir buni mana bundoq chizib qo'yamiz, belgi qo'yamiz. Albatta uchadigan ruchka ishlatishimiz kerak. Endi teskarisini qilamiz. Mana teskarisini qildik. Demak, bizda mana bu joyda hozir biz petля joylashimiz kerak. Biz mana bunday astar tomondan tikib kelsak ham bo'ladi. Biz hozir shunday qilamiz. Astar tomonini ustiga qilib tikib boshlaymiz. Xuddi shunday orqani mana 1 sm choklagan bo'lsak, bu chokimiz ham 1 sm da kelishimiz kerak. Shu joyiga juda ham diqqat qilishingiz kerak. Iloji bo'lsa, qayta-qayta ko'rib olib, keyin tikishni boshlang. Albatta har bir chokimizni zakripka bilan boshlab, zakripka bilan tugatishimiz kerak. Mana tikib kelamiz. Tikib kelamiz. O'rta chokiga kelganda chokni to'xtatamiz. Chokni to'xtatamiz. Zakrepka beramiz va chiqaramiz. Endi bu tomonga mana bunday yotqizib, mana bunday holatda yotqizib, yana choklashda davom etamiz. Xuddi shu to'xtatgan joyimizdan choklashda davom etamiz. Zakripka va davom etamiz. Mana shu joyga kelganimizda ninani kirgizib qo'yamiz pastga va to'xtaymiz. Biz hozir mana shu joyga petля joylab ketishimiz kerak. Mana svetni o'chiraman sizlarga aniqroq ko'rinishi uchun. Biz mana shu joyga hozir petля joylab ketishimiz kerak. Petля qilishimiz uchun mana bunday rezina olamiz. Ingichka rezina olamiz va tugmachamiz, ishlatmoqchi bo'lgan tugmachamizni olamiz va o'lchamini olamiz. Mana bundan hozir tugmachadan bemalol o'tadi. Mana shu holatda qotirib olishim kerak. Buni qo'l chokida qotirib olsak, yana ham qulay bo'ladi biz uchun. Mana qo'l chokida choklab oldim. Bu tomoni chiqib ketadi, qirqilib ketadi. Biz uchun mana bu joyi hozir kerak. Buni qanday qilamiz hozir? Mana bu astar qism bilan asos qismni orasiga, mana shu joyni orasiga kirgizib chokda davom etaman. Mana bu tomoni bu yoqqa qarab turadi. Mana qo'limiz bilan sekin tortib olamiz. Va mana shu holatda
chokimizda davom etamiz. Mana bu ortiqcha joylarni hali kesib tozalab olamiz. Mana endi bizda o'ngidan ko'rinishi. Mana petля joylab oldik biz tugmachamiz uchun. Endi bu tomoni. Mana bu joyimiz bizda akkuratna обработка bo'ldi. Va endi qiladigan ishimiz, ko'rib oldik, tekshirib oldik. Endigi qiladigan ishimiz mana bu burchak qismini ozgina qirqib tashlaymiz. Ozgina, ko'p emas. Mana shunday holatda qirqib olamiz. Mana ikkinchi tomonini ham ozgina, ko'p emas, qiyalatib qo'yamiz. Mana. Mana o'ngi tomonida ko'rinishi. Mana bu tomoni. Endi shu joyini chokini astarga qaratib yotqizib 0,1 da choklab olamiz. Mana taqib olamiz. Qayergacha tikishni iloji bo'lsa, o'sha joydan taqib turib ignani kirgizamiz. Zakrepka berib olamiz va tikishni boshlaymiz. Mana shu joyda orqa choklarimizni orasini ochib olishimiz kerak. Orqa choklarimiz orasi ochilgan holatda bir-biriga birlashtirib tikib o'tib ketamiz. Nol birda tikib kelamiz va shu joyda juda ham noziklik bilan bu tomonga o'tib ketishimiz kerak. Taqib tikib kelamiz. Qayergacha tikishni iloji bo'lsa. Mana bu yog'iga yurmaydi. Endi zakrepka bilan ishimizni tugatamiz. Mana 0,1 da choklab oldik. Endi o'nglaymiz.
Endi o'nglagan holatda bo'yin o'yindilarimizni shaklini chiqarib, mana bu orqa tomonlarimizni ham chiroyli qilib tekislab, hamma tomonini dazmollab olamiz. Ortiqcha iplaridan tozalab, dazmollab olamiz. Mana choklarimizni dazmollab oldik. Mana bu ko'rinishga keldi fartugimiz. Endi biz yon choklarimizni tikib olishimiz kerak. Bu uchun nima qilamiz? Mana yelka chokini ushlaymiz, mana bunday qilib. Mana yelka choki, mana bu asos, bu astar yelka choklari. Mana bu holatda ushlaymiz, mana. Mana shunday ushlab olib kelib, yelka choklarini o'ngini o'ngiga qilib birlashtirib, bulavkalab qotirib olamiz. Yelka chokini o'ngiga o'ngini qilib, choklarini mana shunday qilib pastgacha bulavkalab qotirib olamiz. Mana tikilgan belbog'imiz ichkarida qoladi. Xuddi shu holatda bulavkada qotirib olamiz pastgacha. Mana shu holatda endi yelkadan boshlab pastga qaratib 1 cm chokda choklab olaman. Mana yelka chokidan boshlab pastgacha tikib olaman. Mana choklab oldim. Endi ikkinchi tomonini ham choklab olishimiz kerak. Buning uchun mana o'ngini qilamiz. Yelka choklari bir-biriga mos tushganligini tekshirib olamiz va ikkinchi tomoni, ya'ni yarmi qismi. Mana bunday qilib, mana bu yerda mana tikkan chokimiz, tikib keldik. Mana yelka chokida to'xtadik. Xuddi shu chokdan endi bu tomonga pastga qarab tikib davom etamiz. Avval bulavkada qotirib olamiz. Va yelkadan boshlab pastga qarab choklaymiz. Choklayotganda e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda biz belbog'ni qotirib olganmiz. Mana shu chokni, mana shu chokdan 0,1 mm bu yoq tomondan tikishimiz kerak bo'ladi. Chok bu tomonda qolishi kerak. Mana shu joylariga ahamiyat bergan holda choklab olamiz. Mana qotirib oldik. Endi buni choklab olamiz. Mana ikkinchi tomonini ham choklab oldim. Endi o'ngidan ko'rinishi. Mana bunday qilib o'nglaymiz. Mana bizda bir yon tomoni yopildi. Mana. Endi ikkinchi yon tomonini boshqa usulda tikamiz. Ikkinchi yon tomonini mana bunday qo'yib olamiz. Mana bu tikilgan tomonimiz hozir bizda. Mana bunday qo'ysam yaxshiroq ko'rinadi. Mana bu ochiq tomonimiz.
Bu tomonni tikib oldik hozir. Bu ochiq tomon. Mana shu holatda uzun qilib qo'yib olamiz va diqqat qiling, mana shu joyiga juda e'tibor bering, qanday qilayotganimga. Mana uzun holatda qo'yib oldik. Endi astar qismini mana bu tomonini ichkariga taxlagan holatda astar qismini olib kelib, mana yelka chokini yelka chokiga qotirishimiz kerak. Yana bir marta tushuntirib o'taman, tushunarli bo'lishi uchun. Mana bu bizda ochiq tomoni, tikilmagan tomonimiz. Bu tomonni tikib oldik. Buni mana bunday qaytaramiz, taxlaymiz va astar qism, tikilmagan astar qismni olib kelib, mana bunday qilib yelka chokini yelka chokiga qotiramiz. Mana qotirib oldim. Tikilgan qismimiz buni ichida qolib ketdi mana. Mana ko'rib turibsiz, ichida qoladi. Mana shu holatda boshidan oxirigacha bulavkada qotirib olib choklashimiz kerak bo'ladi. Mana shunday qilib, mana uzunasiga bel, mana asos qismda, mana bel qismidan boshlab, yelka chokidan o'tib, ikkinchi tomonga qarab uzunasiga 1 santimetrlik chok urib olamiz. Mana biz bu tomonni ham choklab oldik. Mana uzunasiga choklab oldik. Chok urish davomida xohishingiz, agar xohlasangiz, yelka chokdan boshlab pastga, bu tomonni ham yelka chokdan boshlab pastga urishingiz mumkin. Agar bu tomondan, bir tomondan boshlab bu yoqqa qarab uraman desangiz ham uni farqi yo'q. Faqat diqqat qilishimiz kerak bo'lgani, mana bu yelka choki bir-biriga to'g'ri kelishi kerak bo'ladi. Mana shu joyga e'tibor qaratishimiz kerak. Endi buni o'nglaymiz. Hozir mana bizda nima hosil bo'lganini birgalikda ko'ramiz. Mana bizda har ikkala tomoni ham choklari urib olindi mana. Mana bu holatga keldi fartuqimiz. Endi biz buni yaxshilab dazmollab olishimiz kerak choklarini. Mana bu chokini yaxshilab dazmol qilib olamiz. Mana dazmollab oldik. Mana bizda fartuqimiz deyarli tayyor holatga keldi. Endi dazmollaganimizdan keyin mana bunday ozgina ortiqcha joylari chiqishi mumkin. Mana shu joylarini tekislab olamiz. Mana endi hozir bizda etakni mana shu holatda yopsak ham bo'ladi, lekin men hozir bu yerga ozgina o'zgarish qo'shimcha kiritmoqchiman. Mana shu joyiga krujvacha qo'shib tikib yuboramiz. Buning uchun mana bunday krujvamizni olamiz. Matoyimizga mos rangda. Krujvani o'ngi tomonini fartuqimizni o'ngi tomoniga qo'yib, mana bunday holatda qo'yib, mana shu holatda, mana bu 1 santimetr chok haqqi qo'yib tashlab,
belbog'imizni tikkanmiz bu yerda. Endi biz hozir shunday joylashtirishimiz kerakki, mana bu chok uradigan, krujvamizni choklaydigan chokimiz belbog'ga taqalib qolmasligi kerak mana. Yaqinroqdan ko'rsatishga harakat qilyapman mana. Mana bu belbog'imiz kelib to'xtagan joy. Ana shu joydan pastga tushirib, mana krujvamizni tikishni boshlaymiz. Mana shunday ko'rinishda, mana bir razmerda krujvamizni mana bu joyidan, mana shu joydan choklab olamiz hozir. Orqasiga ham, oldiga ham shu krujvadan qo'ymoqchiman. Shuning uchun orqa va oldiga xuddi shu tarzda krujvamizni choklab olaman. Mana shunday bir xil razmerda tikishim kerak bo'ladi. Keyin biz mana astarni yopganimizda, libosimizni, fartukimizni tugatganimizda krujva mana bu holatda pastga tushib, mana bunday ko'rinish bo'ladi bizda. Hozir biz buni choklab olamiz. Mana orqa va oldilariga krujvalarni qotirib oldim. Faqat asosni o'ziga tikamiz krujvani. Astarga tegmaymiz. Faqat asosni o'ziga qotirib oldim. Oldi va mana orqasiga. Endigi qiladigan ishimiz mana bu orqa tomondan ichkariga kiramiz. Orqa tomondan mana bunday qilib oldi tomonni tortib olamiz. Tortib chiqarib olamiz. Va mana tortib oldik. Mana bu holatga keladi. Mana bu biz hozir krujvani qotirib olgan chokimiz. Endi xuddi shu chokni ustidan astarni ham qo'shib tikib olamiz. Mana bunday holatda. Mana krujvani qotirgan chokimizdan ustidan yurib chiqamiz va astarni qotiramiz. Boshidan oxirigacha tikib kelamiz. Hozir men buni avval bulovkalab, keyin tikib olaman. O'rtasiga joylaymiz. Yana bitta bulovkalayman. Va yana bitta. Mana shu holatda endi ustidan chok yurgizib chiqaman. Mana chok urib oldim. Mana chok urib oldim. Endi mana bu ikkala tomon burchaklarini obработка qilib qo'yamiz. Buni ham ozgina qiyalatib, qirqib qo'yamiz, chunki burchagimiz chiroyli chiqishi uchun. Bu tomonni ham qiyalatib, qirqib qo'yamiz. Va endi o'nglab olamiz. Mana bu tomonidan o'nglab chiqarib olamiz. Ehtiyotkorlik bilan, qattiq tortmagan holatda, shoshmasdan chiqarib olamiz ichidan. Chiqarib oldik. Mana bizda tayyor bo'lgan ko'rinishi mana bu holatga keladi. Mana bu holatda tayyor bo'ladi bizda. Buni dazmollaganimizda mana bunday chiroyli turadi. Endi orqa tomonini tikishni boshlaymiz. Orqa tomonida ham mana astarga tegmagan holatda asosni o'ziga krujvani tikib olganmiz.
Endi buni qanday qilamiz? Buni mana bunday qilamizda. Mana takroran ko'rsataman. Mana bu holatda ushlab olamiz. Mana astar, bu asos. Mana bunday holatda bulavkalab buni ham qotirib chiqamiz. Mana bu yarim chok, o'rtasida chok bor-ku. Fartugimizni mana orqasida o'rtada chok bor. Mana shu joydan o'tkazguncha choklab olamiz hozir buni. Mana hozir yana ko'rsataman. Mana buni oxirigacha tika olmaymiz. Buni iloji yo'q, chunki mana bu tomoni bunga yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun mana bu o'rta chokdan, mana bu o'rta chok, orqamizni o'rta choki. Mana shu chokdan 2-3 sm o'tgunigacha tikib olamiz, choklab. Buni ham krujvani qotirgan chokimiz mana bu bo'lsa, mana shu chokni ustidan yurishga harakat qilamiz. Hozir men buni choklab olaman. Mana choklab oldim. Orqa tomonini mana o'rta chokidan 2-3 sm gacha o'tkazib choklab oldim. Endi buni ham burchak qismini ozgina qirqib olamiz. Mana bunday qiyalatib qirqib olamiz. Mana endi buni o'nglaymiz. Tortib olamiz. Mana o'nglab oldik. Buni dazmol jarayonida yana ham tekislaymiz. Chiroyli holatga keladi. Mana bu holatda bo'ldi. Endi ikkinchi tomonini qanday qilamiz? Mana bu yerda juda kichkina joy qoldi, ochiq joy. Biz hozir mana shu joydan mana e'tibor bering. Mana bu krujvali tomon, bu astar tomon. Mana bu holatda qaytaramiz. Mana shunday qaytarib mana bu burchak qismidan boshlab chokni ustidan yuramiz. Yana mana bu krujvani qotirgan chokimizni ustidan boshlab yurib tikib kelamiz toki taqalib qolgunicha. Qanchalik tika olamiz, o'sha joygacha tikib kelamiz. Mana bu joydan boshlab mana bu chokni ustidan yurib kelib taqalib qolgunicha tikib kelamiz. Hozir men buni tikib olaman. Mana tikib oldim. Mana shuncha joyi tikildi. Bu tomonini ham burchagini qirqib olib tashlaymiz. Mana endi o'nglaymiz. Mana o'ngidan ko'rinishi. Endi bizda mana buncha joy mana ochiq qoldi. Mana bu ochiq qoldi bizda. Biz buni hozir avval chiroyli qilib dazmollab olamiz. Dazmollab tekislab olganimizdan keyin mana shu joyini qo'l chokida yashirin chok qilib yopib yuboramiz. Hozir uni ko'rsataman sizlarga. Avval dazmollab olamiz. Mana dazmollab oldik. Endi mana bu ochiq joyini bir qavatli ipda akkuratni qilib bildirmasdan qo'l chokida tikib chiqishimiz kerak. Mana bir qavatli ip o'tkazib oldim. Juda ham mayda tikishga harakat qilishimiz kerak. Ishimiz nozik chiqishi uchun. Sezilar sezilmas chok urishimiz kerak mana.
shu tarzda oxirigacha tikib qo'yamiz. Tikib oldik. Endi tugunimizni mana bu chokni oralig'iga yashirishga harakat qilamiz. Mana bizda mana bu holatga keldi. Endi buni yana bir qator dazmol bosib yuboramiz, bu sezilmay qoladi. Mana fartugimiz ham bitdi. Mana bitirib oldik. Endi buni xohlagan ko'rinishimizda didimizga moslab bezak tikib olishimiz mumkin. Mana men hozir bunga oldi qismiga bezaklar tikaman.